China Motors muxlislari bugun bizda o'zgacha arzon bo'ladi. China Motorsda qo'ning, China Motors xalq tanlovi. Assalomu alaykum China Motors muxlislari, mijozlarimiz, kuzatuvchilarimiz, hammaga salom alangali salomlar. Xo'p, bugun bizda o'zgacha bir obzor bo'lib o'tadi. Nima uchun o'zgacha? Biz bunaqangi mashinalar oldin obzor qilmaganmiz. Sababi nima? Buni savdosi bilan biz shug'ullanmagan desak ham bo'ladi, lekin biz buni o'zimiz uchun olgan edik. Respublikaning ichida bizni logistik xizmatlarimizni mashinalarni olib borish, tashish va qayerdandir olib kelish ishlarimizni qilib yurgan edi. Endi bugungi kunda esa shunaqangi shartnoma bo'ldiki, zavodni o'zi bizga logistikani bo'yniga, dastavkasini bo'yniga olganligi uchun, bizga bunga ehtiyoj qolmaganligi uchun biz buni savdoga chiqardik. Bu nima deyishingiz mumkin? Mana qarshimizda turgan Isuzu KV 100 ana shu ochiqcha aytadigan bo'lsak, bunda bitta mashina to'shiladi. Xo'p, buni parametrlarga to'xtaladigan bo'lsak, motorimiz 3 litrlik dizel bilan dizelda yuradigan mashina. Bilasiz, dizel mashinalar an'anaviy mashinalarga nisbatan bularning motori kuchli bo'ladi. O't kuchiga to'xtaladigan bo'lsak, 188 o't kuchidan deb boshlangan. O't kuchi haqiqatan ham yaxshi ekan, tortishi yaxshi. Xo'p, gruzopodyomimiz esa o'zining snarjeniyasi esa 5 tonna deb ko'rsatilgan. 4,5 tonnadan yuqori 5 tonnagacha deyilgan. Gruzopodyomimiz ko'tarishi esa 2,5 tonnadan 3 tonnagacha. Bu deganiki, har qanday lehkovoy mashinalar bo'ladi. Даже minivellar, mikroavtobuslar, hatto Jackson Ray'ni ham tortib bo'ladi. Chunki Jackson Ray'ni tanajini olib qaraydigan bo'lsak, 3 tonna 100. Bu mashina esa bemalol ko'taradi. Agar bitta parametrni ko'rib chiqqan paytimizda bu mashinada aytilgandiki, 2,5 tonnadan 3 tonna deyilgan bor, keyin 3 tonnadan 4,5 tonna deyilgani bor. Bu aynan shu 4,5 tonnaga mo'ljallangani. Hozir men sizlarga bir boshdan ko'rsataman. Mashinamiz uzunligi 4 metr, 5 metr qilib bo'ladi. Sababi mana bu yoqqacha kuzov alohida, mana bu yoqqacha 4 metrlik kuzov bo'ladi. Keyin bundan bu yog'i mana bu qo'shilgan. O'sha olib qaraydigan bo'lsa agar, hozir davay men sizga точный razmerini aytaman, чтобы недоразумение bo'lmasligi uchun. Mashinani ko'taradigan libyotkamiz elektrichеский bo'ladi. Mana bu libyotka degan, mana bu. Bu libyotkani o'zi 4 tonnadan 5 tonnagacha bo'lgan yukni torta olar ekan. Platformaning uzunligi 5,4-5,8 degan, men adashibman, 4 metr deganim xato ekan. Platformaning uzunligi mana bu yerdan boshlanadigan bo'lsa 5,4. Agar mana bu chiqqanligini hisoblab oladigan bo'lsak, chunki bu ham platforma hisobga o'tadi. 5,8 aniq aytadigan bo'lsak 6 metrlik platforma. Xo'p, yana razmeri, gruzopodyomimizni aytdim, 2 tonnadan to 5 tonnagacha Jackson Ray bemalol tortib biladi, hech qanaqangi muammo yo'q. Motorimiz 3 litrlik aytib o'tdim, dizelda. Xo'p, kurtiyash momentlar ular kerak emas. Korobka, transmissiya eng asosiy rolni o'ynaydi. Bunda mexanika bo'ladi. Mexanika 5 talik. Keyin standart bo'yicha bu Euro 6. Oldingi videolarda ham aytib o'tganman. Euro 5 bilan Euro 6 ning farqi shundaki, bularning kuzovlarining ichi yanada shumka qilingan bo'ladi va hattoki asli Euro 6 ni bitta men standartini o'qib qolgan edim. Mana bu kuzov ichlari ham antikorrozivniy materialdan ishlangan bo'lishi kerak ekan. Shu nimadir chiqarmaslik uchun. Yana bitta buni Euro 6 bo'lganligi sabab bu dizelda yurganligi uchun eng katta kriteriya shuki, Euro 6larda dizelda yurganligi uchun tashqi tabiatga iflos havoni chiqarmaslik uchun bunga alohida yana bitta bak bo'ladi. Endi bizda bor, hamma joyda bor. Zapravkaga borsa alohida quyasan. Quyganingdan keyin u nima qiladi? Dizel yonayotgan paytda dizelni tutuniga qo'shilib bu yonadi-yu, keyin o'sha paytda tashqi muhitga, atrof muhitga ifloslangan gaz, is gazini chiqarishi juda kamayadi. Mashinamizni qulayligi bo'yicha keladigan bo'lsak, super gap bo'lishi mumkin emas. Nimaga deyilsa, libyotkalar o'z joyida, mana tortadigan libyotka joyida. Mana bu esa mashinani oldini ko'taradi, bu pastga tushadi. Bu nima bo'ladi? Avtomatik mostga aylanadi. Mashina bemalol tortib ketadi. Xo'p, bundan tashqari bunda tak. Mana bular bor. Xo'p. Bu bor, bu nima uchun desa, bu mashinaning shinasiga qo'yiladi. Ammo mashinamiz ruchnoy qilingan, mashinaning shinasi yurmaydi. Tak, ruchnoy qilinsa agar orqa oyoqlari qotib qoladi, o'sha paytda bu nima qiladi? Mashina tortadi, yurishligi uchun buni shinaning orqasiga tiqasiz, mana bu yoqdan. Mana bu yoqdan tiqiladi.
shinaga. Shina tiqilgandan keyin libyotka bilan tortganingizdan keyin nima bo'ladi? Mashina yurishini boshlaydi. Ochiq-ochiq aytib o'tirish hojati yo'q, lekin bu hamma mashinada bo'ladi. Kimdir shuni biznesini boshlamoqchi bo'lsa, ma'lumot o'laroq aytib o'tib ketdim. Richaklar bor, platformani pastga balanga qiladi. Oldin orqa ketiradi, up down degan oldin orqa qilar ekan. Xullas kalon buni boshqaradigan odam o'zi biladi. Bu tushadi, bu boradi, tushadi, ko'tariladi, yana yig'ishtirib olinadi. Hammasini mana shu yerdan boshqarishingiz mumkin. Orqamiz bitta balon, orqamiz bitta oslik, qo'sh balonda bunaqasi ham bo'lmaydi, chunki bular mashina tortadi. Shu bilan birga ressorda va eng asosiysi bularda nima bo'ladi? Mana bu дополнительный richaklar bo'lishi kerak. Hamma narsa gidravlikada. Hech narsa mexanikada qilinmaydi. Asosiysi gidravlikada. Chunki biz bilardik, oldingilari ruchnoy bilardi, shu gazellarda. Ruchnoy bilan tortadi. Haydovchi qiynalib ketadi. To bitta yukni oladigan uchun ruchnoy. Ana tushirilgan hammasini qo'yildi-ku, pritseplar hammasi ruchnoy. Bunda esa hammasi gidravlikada. Gidravlika. Siz og'ir mehnat qilmaysiz. Ana endi tak, buni ichiga o'tiramiz, ichida. Bu mashinamizda so'zsiz ratsiya bo'ladi. Ratsiyasiz bo'lmaydi. Shu bilan birga bunda signallar, har xil signallar bo'ladi. Har xil signallarni men hammasini bosa olmayman, chunki gay kelib bizga pretenziya qilish mumkin, chunki bizda uni haydash huquq berilmagan. Xo'p, даже migalkani o'chirib yoqishingiz mumkin. Mana buni bosgan paytingizda migalkalar har xil ko'rinishda o'ynaydi. Tak, va ratsiya qilib ishlatishingiz mumkin. Bu knopkani bossangiz, bu ratsiya bo'ladi. Keyin bemalol gapirishingiz mumkin. O'rtoq haydovchi, mashinani chetga olamiz. Korobka 5 talik, standart, hamma narsasi bor. Rulimiz ham standart. Xo'p, davay shuni mashina bir zavod qilib ko'ramiz. Tak, baribir nima demoqchiman? Dizel motorlar an'anaviy motorlarga nisbatan gapni ochig'i, bular bir boli tiniqroq ishlaydi. Chunki dizellarning ichida hammasi elektron bor. Bunda даже shu o't purkashlari ham, farsunkadan bergandan farsunka ichida qanday o't bo'lish bilan hammasi elektron bo'lganligi uchun tiniqroq ishlaydi. Mashinamiz salonda to'xtaladigan bo'lsak, hamma joy plastik. Endi bu nima deydi, mashina tashiydigan mashina bo'lganligi uchun bundan ko'p komfort kutmaysiz. Bu faqat pul topadigan mashina. Kim shu biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, shu biznes haqiqatan ham men o'zimni ko'ryapman desa, pastga nomerlarimiz bo'ladi, aloqaga chiqing. Ana qarang, hozir chiqadi bu. Ana shu biz aytayotgan bu ruchnoy, hammasi ruchnoy. Mana bu даже kranshtayn hozir ko'tarilayotgan kranshtayn bor-ku, bundan ruchnoy o'zi qo'l bilan qo'yadi. Biznikida esa bu avtomat bo'ladi, gidravlikada qilingan. Aytgancha eng asosiy aytish esimdan chiqibdi. Tak, bu mashina probegimiz hozir tak qancha bo'lgan? 3,5 ming kilometr yurgan. Notarius orqali bo'ladi. Aytdim-ku, biz boshidan bir o'zimizdan uni boshlagandik, keyinchalik ma'lum bir sabablarga binoan biz buni sotishga majburmiz. Qaysi? Zavod o'zi yetkazib berganligi uchun. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqing. Hozircha bizda mavjud. Bitta ochiqni aytaman, narxi pastda yozib qoldiramiz. Yoki bo'lmasa pastki nomerlarga chiqasiz. Yana aytamanki, eng har doim aytadigan gapimiz, otang bozor, onang bozor. Narx qotib qolgan joyi yo'q. Kelasiz, pul bilan keladigan bo'lsangiz, ancha chiroyli qilib narxini beramiz, rozi bo'lib ketasiz. Xudoga shukr, bizda haligacha hech kim norozi bo'lib ketgani yo'q.